Jizzaxda spirtli ichimlik ta'sirida mana shunday yuk mashinasini haydab, Damas avtomashinasida kelayotgan er va xotinni urib yuborib, norasida go'daklarni ham otasiz ham onasiz qoldirgan haydovchi 9 yilga qamaldi. Ushbu holat 2024-yilning 31-oktyabr kuni G'allaorol tumani Oqtom mahallasi hududida sodir bo'lgan. O'z navbatida mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi protsessual tartibda qamoqqa olingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Zomin tuman sudi tomonidan G'allaorol tumanida o'tkazilgan ochiq sud majlisida ushbu ish ko'rib chiqildi. Sud sudlanuvchi, jabrlanuvchining qonuniy vakili va guvohlarning ko'rsatmalarini tinglab, jinoyat ishi hujjatlarini o'rganib chiqdi va ishda mavjud bo'lgan dalillarga baho berdi. Sud majlisida sudlanuvchi aybiga to'liq iqrorlik bildirib, o'sha kuni spirtli ichimlik iste'mol qilganligi va qilmishidan qattiq pushaymonligini bildirdi. Yakunda sud hukmi bilan sudlanuvchi aybli deb topilib, u 9 yil muddatga ozodlikdan, 3 yil muddatga avtomashina boshqarish huquqidan mahrum qilindi. Bundan tashqari jabrlanuvchining qonuniy vakili foydasiga qariyb 30 million so'm moddiy zararni undirish ko'rsatib o'tildi. Unutmang, qonunni buzish javobgarlikka sabab bo'ladi.